Xo'sh, men 13-chi qishloqqa va nihoyat yetib keldim. Bu Felixni qishlog'i bo'lishi kerak, shunday emasmi? Hozir ko'ramiz. Bu qishloq juda ham ko'zimga yaxshi ko'rinyapti. Bu yerda men o'zimga yiqilishim kerak. Afsuski, o'tgan qishloqdan meni haydab yuborishdi. Bu juda ham og'ir edi. Men haydash, bu juda ham yomon. Ha, mayli, biz ko'ramiz hozir. Bu oy menga to'g'ri kelmaydi. Aytgancha meni kreativim bor va bemalol ularni tekshirishim mumkin. Xo'sh, bu qandaydir g'alati. Bu ham bo'lmaydi. Bundan ko'ra men mana shuni ko'raychi. Yo'q, bularni hech qaysi to'g'ri kelmaydi, afsuski. Xo'sh, bular ham to'g'ri kelmaydi. Mana bu qora esa qop-qora yog'ochdan qurilgan ekan. Bu вообще-то to'g'ri kelmaydi. Besin. Felixni yeb bo'lishi kerak. Bu menga yoqdi. Va shunda quraman. Davaydi, bo'lmasam. Bu buloqdan to'g'ri kelmaydi. Men boshqacha buloq ishlatishim kerak. Shunday emasmi? Ha, mayli. Xo'sh, mana shu bloklar yordamida quramiz va qurib tashlaymiz. Davay, quramiz, ha. Do'stlar, sizlarda xuddi ekran turgan akkauntni yutib olish imkoniyati bor. Men bu akkauntni konkursga qo'ydim. Konkurs shartlari esa juda ham oddiy. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, videoga like bosamiz va kommentariyaga omma so'zini yozib qoldiramiz bolalar. Va albatta 25-iyun kuni Telegram kanalimizda xuddi shu akkauntni g'olibini aniqlaymiz. Telegram kanalimiz esa ekranda, ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizda shu akkauntni yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun esa hoziroq konkurs shartlarini bajarib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, aynan shu akkaunt sizlarga bo'lishi mumkin. Muhim eslatma, agar YouTube kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, avtomatik konkursdan chiqasiz. Konkursda hammaga omad. Xo'sh, ertalabdan nimaga kompyuter o'ynayapsan deyapsizlarmi? YouTube kanalini ko'rish kerak axir bolalar. Barchalarga assalomu alaykum, sizlar bilan Felix jon. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qarachim qaranglar. Zo'r ketyapti kanalimiz. Men esa tashqariga aylanishim ikalarim pishib qoptimi, bolalar? Qayklarni pishib qoptimi? Emas, pishib qolgan ustalik. Pishib qolgan, pishgan qarachim. Olamiz endi bilan biz birinchi navbatda olamiz qani o'ylab buzib olaylik. Okay, let's go. Bro, yaxshi, bro. Juda ham yaxshi. Xo'p, yaxshi. Ikki chiqamiz. Hop. Albatta, bilmayman, o'zim kamerani yoqdim, qandaydir video olaylik bugun dedim. Zevib ketdik dedim. Axir kuniga 4 ta videolar olyapmiz biz. Mayli dedim, qarochem shunday. Hop, endi ikki chiqsa yaxshi bo'lardi. Atak juda ham zo'r. Ikkilarim zo'r. What? What? Nima? Meni uyimni tepasida kimdir yashayapti, hamayli. Bila, kimdir yashayapti. Sekin chiqib ko'rsammikin, yo'q kimdir bormikin, manyakmikin, yo manyak emasmi? Ha, garachim, unda qichqiramiz, baqirmasdan video olish kerak ekan. Nima, kompyuterga qarayapman, eng qizig'i. Qarachim kimdir kelib bizani otish kerak. Shuning uchun qilich bundan foyda yo'q. Knif atak 5. Bunda 6 ko'rdinglar, 6. Kimdir ana o'xsa ko'tiga ko'mir tiqamiz qarachim. Olay qarachim, ol. Bo'ldi. Ko'tiga ko'mir tiqamiz, agar bir narsa bo'lsa ko'tiga ko'mir tiqamiz. Hop. Oldi aylanib ko'r. Nimalar bor ekan bu yerda? Okay, bu yerda hech narsa ko'rinmayapti ko'zimga. Ikkita oynali oddiy bir uycha. Xo'sh, qamaylar. Xo'sh, ko'ramiz. Xo'sh, hozircha hech kim yo'q, qo'lingni ko'tar. Hech kim yo'q. Eski kompyuter. Bila, dodammiz havodan qolib ketgan kompyuter-ku ba. Bila, hatto yonmas ekan yoki elektr to'qi kelmasa qanday yona? Soat bor, yaxshi eski soat. Hech narsa yo'q ekan. Kelib bitta ko'mir tashib ketamiz bechoraga.
Ma, ko'mir ko'tiga tiqadi короче. Wow, bitta savol. Hech nima savol. Bu yerda o'ynab maza qilib futbol o'ynasa bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Telefonda o'ynagandan ko'ra mana bunda maza qilib o'ynagani yaxshiroq. Qamaylar. Buni egasi yo'q. Menimcha yoki egasi bo'lsa ham kimdir qayergadir ketganga o'xshayapti. Voy, yopamiz eshikni. Kimdir qayergadir ketibdi demak, he, nimalar qilyapman men? Yopamiz va o'zimizni Minecraft'imizni o'ynaymiz. Xo'sh, zirkitda mana o'ynaverib. Menda anov bor edi, ya'ni batut, mazaq batutchamiz bugun. Balki buni egasi kelgandir, balkim esa yo'q. Hozir mana shu yerda batutda sakrab ham o'shani ko'ramiz, qani bo'lmasa sakraymiz. Go. Yo'q. Stop. Egasi kelibdimi? Ko'ryapsizlarmi valla egasi kelgan o'xshaydi. Mana qaranglar. Mana sekib. Hey, o'xshama. Okay. O'xshab shunday tepasiga sakrab chiqib olamiz hozir. Yo'q, to'g'rilar. Tepasiga amayli chiqib olaylik chaqani. Qani, yaxshi. Billa, sekin sakraymiz. Buni buzsang tushmaydi-da, o'sha uchun ham buni buzib tashlashning iloji yo'q. Hop, tepa, yana. Qani, go. Yaxshi, uddaladik valla, uddaladik. Sekin. Endi nimaga pastga chiqyapsizlar, deysizlarmi? Короче, qurol kerak menga. Menga hujum qilib qolishi mumkin. Kallamga bitta dubilg'a, bitta bundan kerak va hozir kiyinib olamiz. Mana. Ana chiroyligina Felix bo'ldik, короче. Hop, tepaga chiqamiz. Hop. Yo, sabroqonda yashimsiz. Nimalar bo'lyapti? Bu yerda nima qilyapsiz? Yo'q, kimsan? Sen o'zida kimsan? Men mana shu sizni uyingizni pastidagi uydagi odamman, короче. Felixmisan? Yo'q, Felix emasman. Felix Johnman. Nima farqi bor, qaracham? Короче, farqi bor. Xo'sh, nima qilyapsiz bu yerlarda? Endi bu yerlarda nima qilyapsiz? Shunchaki men shu yerga ko'chib keldim. Seni nima shu yerda yashasam bo'lmaydimi? Yo'q, yashasangiz bo'lmaydi. Nima uchun mendan so'ramasdan uyimni tepasida uy qurib oldingiz? Nima sendan so'rashim kerak menda? Sendan-a? Ha, so'rashingiz kerak. Bu ma'ni? Kuyni borib so'ygan, Loybek, tushundingmi? O'zichadan giron yasamoqman. Giron yasamoqman, ha? Короче. Bo'ldi. Ish hal va juda ham ajoyib. Bu esa uy ham menga qoldi, короче. Shuning o'zinglar borib birovni uyiga egallab olmaylar, tushundinglarmi? Boshqa bu juda yomon odat. Bola, bu juda yomon. Tushundinglarmi? Xo'p, pastga tushamiz. Bo'ldi. Endi esa bu narsalarni qo'yaman va bo'ldi. Kiyimlarimni chiqaraman, chunki bo'ldi, endi uy ham endi menga tegishli. Juda ham yaxshi, o'zimga tegishli uy va endi bolalar sizlar bilan xayrlashish vaqti ham va nihoyat yetib keldi. Bolalar sizlar bilan Felix John bo'ldi. Kanalga obuna, bu videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.